Assalomu alaykum. Qalaysizlar? Charchamayapsizlarmi? Men internetga kirgan vaqtimga hamma chet el safarlariga borishganini, qimmat restoranlarga kirishganini, qimmat kiyim sotib olishganini, keyin qimmat ichimliklar ko'rganini ko'raman deb havasim kelib, qarab o'tiraman. Ey Xudo, men ham shunaqa chet el safarlariga borishlik nasib qilarmikin deb o'ylab qolaman gohida. Shunda sizlarga keyin qishloq hayotidagi sharoitni ko'rsatmoqchi bo'ldim. Mana bu chalopimiz, ichida hamma narsasi bor. Chalopimiz. Keyin unga ozgina qatiq solib yuboramiz, mana. Unga qatiq solib yuboramizda keyin yaxshilab qo'zg'aymiz buni, chalopimizni. Keyin ozroq olmadan qo'shib yuboramiz. Olmadan qo'shib yuborib, chiroyli chalop bo'ldi. Manaki vitaminlarga boy chalop bo'ldi. Ichida rayhoni, pomidor, bodring, olma, galbarskiy. Keyin qimmat napitkalarni reklama qila olmayman-ku. Mana Lavrovlis, kunlik ichadigan choyim Lavrovlis. Keyin qalampir munchoq, mana qalampir munchoq. Kunlik ichadigan choyim bu meni. Mana har kuni 3 mahal ichaman. Qalampir munchoq, Lavrovlis. Bu meni eng qimmat desert choyim. Qaranglar. Eng qimmat desert choyim. Hech narsa ketmaydi. Lavrovlis, qalampir munchoq. Keyin bu mana obeddagi nonushtam. Manaki ichida bodring, olma, pomidor, rayhon bor.